Bir imom jumada ma'ruza qilyapsa, bir odam ko'rib qoldi. U odamki har kuni ichib shu mast holatda yuradigan, masjidda qadamini bosmagan odam ko'rib xursand bo'lib ketdi va ma'ruzani tugatib namozni o'qiya solib borib quchoqlab tabriklab, nima sizga hidoyat bo'ldi, nimaga, qanday Alloh taolo tavfiq berdi deganda, haligi odam aytgan gaplari men ta'sirlandim. Ya'niki men shu ichib yurgan aroqlarim haromligini o'zim ham bilardim. Bu ish noto'g'riligini ham bilardim. Faqat nafsimga hukm etmasdi. Men mana shu odamlarga qo'shilib shu masjidga keyin kelardim, men ham namozlar o'qisam derdim. Faqat bu ayollar meni bu yoqqa tortib olib kelmasdi. Axiri kecha oqshom duo qildim. Ey Allohim, men shu qilayotgan ishlarim noto'g'riligini va senga namoz o'qishim kerakligini juda